Xazinem Tortil Terbiyeleş Merkezi hemmimizning xazinesi. Burunqi zamanda bir ana bo'lib, har qitim may yoqqan kuni tonurning ustidagi tashning ustiga qo'rsig'i echib ketganlar yesin deb bir tal nonni qoldirib qo'ydi ekan. Bir kuni bir bovay bu ayol qoldirib qo'ygan nonni elib minibdi va minish oldida yaxshilik qilsang yaxshilik qaytidi, yomonlik qilsang yomonlik qaytidi debdi. Shuningdan keyin bu bovay pat-patla bu ayol qo'yib qo'ygan nonni elib ketadigan bo'pti. Har qitim kelganda yaxshilik qilsang yaxshilik, yomonlik qilsang yomonlik qaytidi degan so'zlarni deyishni unutmaydi ekan. Biroq ayol bu bovayning deganlarini tushunmabdi. Ayol ichida bu qiri har doim men qo'yib qo'ygan nonni elib ketidi. Ya bir rahmat demaydi. Dunyoda buningdan bak minnatdorlikni bilmaydigan odam bo'lmasa kerak deb ochiqlabdi. Shuning bilan ayol toshning ustiga qo'yib qo'ydigan nonga zahar silib etibdi. Ayol zahar silingan nonni toshning ustiga qo'yib qo'yayotganda tuyuqsizla bunday qilishga vijdoni yo'l qo'ymabdi. Shuning bilan bu zahar silingan nonni tonurga tashlab ko'ydirib etibdi. Isiga eng yaxshi nondan birini qo'yib qo'yibdi. Bu nonni burunqiga o'xshashla hiliqi qeri buvay elib ketibdi va ketish oldida hiliqi doim deydigan so'zlarni takrorlabdi. Shu kuni bu ayolning yiroqqa ketgan o'g'li qaytib keldi. Opsi bolasidan safarda qiynalgan yoki qiynalmaganligini so'raganda o'g'li: "Opa, bugun men uyga qaytayotgan yo'limda bekmi ichirqab ketgan edim. Biroq hech nardan jigidak narsa topolmadim. Biroq bir bovay menga bir dona non berdi va yaxshilik qilsang yaxshilik, yomonlik qilsang yomonlik qaytidi deb qo'yib, mening rahmat deyishimni saqlamay ketib qoldi" debdi. O'g'lining gaplarini anglagan onaning ko'ngli bir qismli bo'lib qoldi. Agar zahar solgan nonni rostla qo'yib qo'ygan bo'lsam, deganlarni o'ylab yig'lab ketibdi. Yaxshilik qilsang yaxshilik, yomonlik qilsang yomonlik qaytidi. Boshqalarga qilganlaringizning hammasi o'zingizga qaytib keladi.